Bizni kuzatib turgan barchaga assalomu alaykum. Bugungi obzorimiz lisalarimiz haqida bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Bu yerda 1 metrli lisalarimiz, pog'onasi ikkita pog'ona, qalinligi 2 xil o'lchamda bo'ladi. Issiq ekan to'g'risi. Ma'lumotga keladigan bo'lsak, bu yerda 2 metrli lisalarimiz, pog'onasi 1, 2, 3, 4. 4 ta pog'onada bo'ladi. Endi kraska qilingan holatini ko'rsatib beraman. Bu yerda tayyor holatda, ya'ni bir kompleks holatdagisi. Bu yerda ikkita kashagi, ikkita narvoni, oralig'i 2 metr bo'ladi. Xo'sh, narxiga keladigan bo'lsak, bularda 2 metr balandlikdagi lisalarimiz narxi 640 ming so'm. Bu yerda ko'rsatilgan 1 metrli lisalarimiz narxi 540 ming so'm bo'ladi. Xo'p, kraskalash jarayoni bu to'laqonli hali bitgani yo'q. Haqiqiy bitgan holatini operatorimiz olib kelasiz. Mana bu yerda tekis kraskalangan holatini ko'rishingiz mumkin akalar. Xo'p, to'g'ri svarka qilingan holatlari, qalinligi haqida gapiradigan bo'lsam, vodiy standarti bo'yicha 94 cm, voha standarti bo'yicha 1,7 cm bo'ladi qalinligi. Zakazga qarab uni chiqarib berishimiz mumkin. Akalar, turli xil kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, ming bor uzr so'raymiz. Keyingi videolarimizda bundan da to'liqroq ma'lumot berishga harakat qilamiz.